Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Tailand vakillari o'mikidan qaytarilgan 40 Uyg'urni ziyorat qilishini talab qilgan. Tailand hukumat a'zolari va davlat tarafidan tanlangan muxbirlardan tarkib topgan 20 kishilik o'mak 18 mart bilan 20 mart oralig'ida Uyg'ur elida ziyoratda bo'lgan bo'lib, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bayonot e'lon qilib, Tailand hukumatining bu ziyoratidan kutadigan talablarini o'tirg'a qo'ygan. 18 mart e'lon qilingan mazkur bayonotda kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo direktori Elaine Person mundaq degan: Xinjiangni ziyorat qilgan Tailand vakillari o'miki Xitoy hukumati tayyorlab qo'ygan naqshi usul sahnalariga aldanmasligi va Xitoyning nachar obrazini yaxshilash harakatiga yontayoq bo'lmasligi, balki Xitoyning Uyg'urlarga qilgan haqiqiy muomalasini doklad qilishi kerak. Ular Tailand hukumati qaytargan 40 nafar Uyg'urni cheklimisiz ziyorat qilishni keskin talab qilib, bu ziyorat haqida ommaga doklad berishi, shu orqali o'zining to'kilgan inovatini asliga keltirishni boshlash kerak. Elaine Person yana Tailanddan Xitoy hukumatini PDT vakillarining qaytarilgan Uyg'urlar bilan ko'rishib, ularning tafsiriy ahvolini egallash talabiga ma'qul keltirishni talab qilgan.